Bugungi kunda Instagram zamon talabi. Muvaffaqiyatli kontent bu shunchaki chiroyli surat emas. Bu formatni tushunish va suratni shunga mos olishdir. Yangi bloger fotosessiya qilmoqchi. Unga post, stories va avatarga yangi vizuallar kerak. Lekin bitta rasmni hamma joyga joylab bo'lmaydi. Avval format tanlash kerak, keyin esa kadr. Vertikal foto eng ko'p e'tibor oladigan format. Yuqori qism xavfsiz zona, o'rta qism asosiy obyekt, pastki qism xavfli zona. Asosiy obyektni doim markazda ushlashga harakat qilamiz. 4:5 formatda post uchun ishlatamiz. 1:1 kvadratda esa avatarka uchun. 9:16 formatda stories uchun. Stories bu tabiiylik va yaqinlik. U yerda mukammallik emas, ishonch muhim. Suratning yuqori qismida matn uchun, pastki qismida esa tugma va stikerlar uchun joy qoldirishimiz kerak. Bitta joy, bitta fotosessiya, 3 xil kontent. Natijada biz ijtimoiy tarmoq uchun tayyor vizual olamiz. Format va o'lchamni u joylanadigan platformaga moslash kerak. Avval formatni tanlang. Post, stories, vertikal. Vertikal foto 9:16 eng ko'p qamrov oladi. Post uchun 4:5 ko'proq ekran egallaydi. Avatarka uchun esa 1:1 format. Interfeysni hisobga oling. Matn yopilib ketmasin. Bitta fotosessiyani bir nechta formatda ishlating. Instagramdagi kuchli vizual kamera bilan emas, formatni bilish bilan boshlanadi. Rasmiy sahifamizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.